o'zini ustozini keyin ozgina ilmni o'rgangandan keyin bir chetga surib qo'yib bo'ldi endi deb kelmasdan o'zim endi bu yog'ini o'zimiz eplaymiz deb alohida bo'lib ustoziga behurmatlik qiladiganlar bor. Hech qachon baraka topolmaydi shular. Nima uchun? Ustozni bergan ilmini o'zi kifoya qilmaydi. Ustozni beradigan roziligi va ortidan qiladigan duolari bilan u ko'karadi. Sofa Alloyorni Sabotul Ojizinda kelgan bir baytlari bor. Agar olim so'zin xo'p tutsa omil, ana omi dema, de mardi komil. Ya'ni bir olim bir gapni aytganda, bir ilmni aytganda siz uchun yangilik bo'lgan bo'lsa, bu kishi aytayapti-yu deb shunday o'shanga quloq solib amal qildimi, u omi odam emas, avom odam, ilmsiz odam emas, komil inson deb aytgan. Udur johil, bilib murshid o'zingni, quloqqa olmag'ay